Hammaga salom. Bu yana men. Xullas, men professional emasman albatta. Kimningdir ensasi qotar, nima kerak bor, shunaqa. Короче, menga hobbi. Xullas, men yuzimga muolaja qilishda davom etyapman. Bu gal tuxumning sarig'idan foydalanmoqchiman. O'sha internetda hamma tomonda bir xil resept. Men bularni bolaligimdayoq boshlab ko'rganman. Aslini olganda men bu retseptlarni ko'rmasdan avval bitta tuxum sarig'iga bir choy qoshiq кукурузный крахмал у меня. Кому-то может интересно, кому-то вот хочу помогать, дать мотивацию. Перемешиваем. Чуть-чуть хотите капли. Масло добавьте, какое у вас есть. Если не хотите, не надо. У меня сухой кожа. Еще я вытирала с чайной сода с перцем. Я еще добавлю лимонный сок. Выжимаем. Ну, сколько хотите, короче. Tuxumning sarig'i bilasizlar, juda yaxshi питательный. Крахмал esa, конечно, подтягивает. Масло yumshatadi albatta. Так, чай, limon biz bilamizki oqartirish xususiyatiga ega. Ya, vitamin, tabiiy ravishda vitamin albatta yana qolaversa. O'zingizni sevishda davom eting. O'zingizni seving. Hayot tashvishlari bo'lsin. Любите себя, берегите себя. Hozir uxlat qilib qo'yamizda, ertalabki bardakni yig'ishtirib olamiz. Yana bir choy qoshiq kraxmal qo'shmoqchiman, chunki tomib asabimga tegyapti. Chunki hozir men pastilla уборка qilsam, hamma joyga tomib kuydiradi. O'shaning uchun yana bir choy qoshiq kraxmal qo'shishga qaror qildim. Чтобы sal quyuqroq bo'lishi uchun, tommasligi uchun. Hali men oxirgacha surib bo'lmasimdan уже qotishni boshladi. Men ko'z atrofiga ham surtdim. Voy, zaytun yog'ining yumshatish xususiyatiga suyangan holda, tayangan holda. Men avval ham aytganimdek, ko'zimning atrofida shishlar, ajinlar meni juda qiynamoqda. O'shaning uchun men sizlarga dars o'tmoqchi emasman. Albatta, men hech kimga dars o'tmoqchi emasman. Men shunchaki motivatsiya bersam, sizlarga xursand bo'laman. Kimdir mana shu videoni ko'rib foydalansa, kimgadir foydasi tegsa, albatta xursand bo'laman. Sizga qaysi platforma qulayroq bo'lsa, o'sha platformadan, ya'ni internet tarmog'idan kuzatib borishingiz mumkin. YouTube, Instagram, Telegram, TikTokda ham hattoki. Bu men uchun hobbi. Kimgadir balki yoqmas, kimgadir bachkana tuyular. Bu hammaning o'zining ixtiyori. Lekin sizdan hech narsa ketmaydi. Bitta like bosib qo'ysangiz yoki podpiska qilib qo'ysangiz, va men bundan xursand bo'laman. Albatta, bu menga foyda bo'ladi. Sizdan hech narsa ketmaydi. Kimningdir hayotini g'iybat qilgandan ko'ra, kimningdir hayotini muhokama qilib chaynagandan ko'ra, men uchun bu yaxshi. O'zim uchun foydali nimadir qilyapman. Xo'p, pianino chalishda ham hali to'xtatib qo'yganim yo'q. Men o'zimcha o'rganishga harakat qilyapman. Video olishga prosta mukammal ravishda uzunroq biror nima deydi? Pesni hali igrat qila olmayapman. O'shaning uchun ikkita barmog'imni ham foydalanishga, gitarani ham. Bular men uchun, конечно, men gitarist yoki pianist bo'lmoqchi emasman. Bu o'zimning xotiram uchun, pamiyatim uchun, pamiyatimni mustahkamlash uchun. Кто-то, может быть, думает, зачем это надо.
Я никому не хочу учить, чтобы я вот эту маску делаю, или везде на YouTube, Telegram, если я буду выкладывать, потому что мне это для меня хобби. А чем чья-то судьба или что-то обсуждать, для меня это лучше. Я так считаю. Кому как не знаю. Да, у меня грубый акцент языком на русском языке, конечно. Кто-то это комментарий оставил, ты не умеешь. Да, я не умею. Ну и что? Я зато постараюсь. А вы тоже постарайтесь. А я танцую, да. Гимнастика делаю. Это тоже начала выкладывать. И что? Ничего там плохого нету, я считаю. Я зарядку делаю. А ты тоже постарайся. Ой, мен қалай aytgandek qiziq o'chirmak bo'lsa, qiziqishda davom etaman. Pishiriqlar orada choklar bilan hali shug'ullanmoqdaman. Ну, конечно, это не профессионально, но все равно для меня это полезно. O'zingiz haqingizda nima fikrdasiz? O'zingiz haqingizda nima maskalar qilib ko'rgan bo'lsangiz, yoki gimnastikadan foydalanib ko'rgan bo'lsangiz, yoki o'zingizning boshqa bir hobbilaringiz, kommentariyalarda bo'lishing. Men prямой efir qilishimni xohlovchilar bo'lsa, yuzimni realni ko'rish, o'sha maskalardan tashqari kommentariyalarda qoldiring. O'zingizning fikringizni, mulohazalaringiz bilan bo'lishing. Bu men uchun qiziq. Xullas, men maskam qotguncha biroz утренняя зарядка и уборка. Oy, yuzimdagi maska qotib, bo'ynimdagilar tushishga boshladi. Men 1 soat ishlab turdim. Bu orada uylar уборка qilib, stiralni aylantirib olib, yoyishga ulgurdim. Qizim tug'ilgan kuniga sharik pishirayotgan edim. To'kilyapti, biroz yuvib olamiz. Tak, yuzimni yuvib oldim. Ay, men maska ham qilmadim, никаких vitamin ham surtmadim, chunki kecha ishda baribir ishda qandaydir nima deydi, mimik ajinlar ko'proq paydo bo'lishiga amin bo'ldim, chunki biron bir ishga berilib ketganingizda qandaydir yuzingizni bir xil mimikada ushlab qolishingizni ahamiyat inobatga olmasdan men ozgina nima deydi, namlantiruvchi va uni ustidan ozgina krem surtib ketgan edim. Sezyapmanki, kremlar уже qotiryapti-da yuzimni. Shuning uchun men shunchaki yuvganda yuvadi. Shunaqa namlantiruvchi vosita bor. Hech qanaqangi yuzingiz qurib ketmaydi. Namligini saqlab turadi kun davomida. Men o'shandan foydalandim. Axtarib ko'ring, balki siz yashayotgan joyda ham bordir. Bilmayman, именно qaysi mamlakatda yoki qaysi shaharda meni kuzatayotganingizni kommentariyalarda qoldiring. Bu men uchun qiziq. Men shu orada qizim tug'ilgan kuniga menday sharikchalar naduvat qilishga ulgurdim. Bezab qo'yamiz. Mening qizlarim bugun tug'ilgan kuni men sizni nishonlashadi, chunki men kech qaytaman. Xullas, o'zingiz ehtiyot qiling. Yana aytgandek, qaratgan qarab qolmaydi. O'zingizni hojat qilishda davom eting. Like bosishni unutmang. Siz qaysi shahardansiz? Qaysi mamlakatda meni kuzatyapsiz? Bu men uchun qiziq. Kommentariyada qoldiring. Hoy, siz bitta like'ingiz men uchun juda muhim. Like bosing, podpisatsiya qiling. O'zingiz ehtiyot qiling.